Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun yana bir ozgina qisqacha video qilaman. Shu urug' navlarimizni yana bir qator tanishtirib o'taman. Marhamat. Kaptan navli urug'imiz, sinovdagi urug'larimizdan. Rainbow navli urug'imiz 2 yildan beri juda mashhur bo'lib ketgan, o'zini hosildorligi bilan va yer tanlamas, hudud tanlamas navlarimizdan biri, ildiz tomiri o'ta baquvvat bo'ladigan Rainbow. Bu esa Zepda o'sha yangi kelgan navlarimizdan. Astra bu ham o'sha yangi navlarimizdan. Milan bu ham o'sha 2 yildan beri juda o'ziga hosildorligi bilan va kasallikka chidamliligi bilan ajralib turuvchi Milan navli urug'imiz eng ko'p trendda sotilgan urug'larimizdan biri Milan. Bunisi esa M3211 raqamli yangi urug'larimizdan sinovdagi. Bunisi esa Alisa navli urug'imiz, bu ham o'sha sinovga kirgan urug'larimizdan biri. Lider bu ham o'sha sinovga kelgan urug'larimizdan biri. Bunisi esa Fortuna, bu ham o'sha yangi kelgan sinovga kelgan urug'larimizdan. Bu esa Petro o'sha Instagram, YouTube kanallarimizda o'zini hosildorligi bilan dehqonlarimizni jalb qilgan urug'larimizdan biri Petro. Bunisi esa Prado. Bu ham 3-4 yildan beri dehqonlarimizga mashhur bo'lib va tez erta pishar navligi bilan ajralib turuvchi, o'ta ser hosildorligi bilan ajralib turuvchi Prado navimiz. Bunisi esa Platina. Bu ham o'sha Instagram, YouTube kanallarimizda juda ko'p prosmotr yig'ib, hosildorligi bilan dehqonlarni jalb qilgan urug'larimizdan biri Platina. Bunisi esa M2163 yangi kelgan navlarimizdan biri. Va oxirgisi bu Corona navimiz. Bu o'sha 4-5 yildan beri dehqonlarimizga mashhur bo'lib ketgan urug'larimizdan biri. Hurmatli dehqonlar, urug'larimiz navlarini tanishtirib o'tdim bir qator. Xudo xolasa, mana shu YouTube kanalimga o'tib ko'rsangiz, to ekilishidan to hosilga kelgungacha ozgina video qilib chiqaryapman. Maqsad o'sha urug'larimizni o'zimiz amalda sinashlik uchun. Obuna bo'lib qo'ysangiz va oxirigacha shu videolarimiz hosilga kelgungacha ko'rsangiz, o'sha dehqon bo'lsangiz, balki sizga o'sha sizga yoqib qolgan navlarimizni, serhosil navlarimizni tanlasangiz, sizga o'sha butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Shu ekranga qo'yib qo'ygan raqamlarimga bemalol murojaat qilinglar, yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi videomiz shulardan.